Suvni obi hayot deya ta'riflaymiz. Uning har bir tomchisini qadrlaymiz. Lekin ayrim hollarda isrofgarchilikka, jamiki tirik olam uchun zarur bo'lgan ne'matning behuda sarf bo'lishiga yo'l qo'yapmiz. Buni yaxshi tushunsak-da, qayta shu ishni takrorlash orqali yoshlar uchun yomon ma'noda ibrat bo'layotganimizni unutib qo'yapmiz. Yana shundaylar borki, iste'mol qilingan suvning haqini o'z vaqtida to'lab qo'yishni istamaydi. Xohlamaydigina emas, qarzini to'lashni so'rab kelgan mas'ul xodimlarga tahdid ham qiladi. Sirdaryoda ichimlik suvidan 471 ming so'm qarzi bor fuqaro Sirdaryo suv ta'minoti xodimlarini chopqi bilan haydab soldi. Voqea nima bilan yakun topdi? Hozirgi lavha ayni shu haqda. Jahl kelganida aqlini jilovlay olmagan bu otaxon hayotiy tajribasi bilan boshqalarga o'rnak bo'lish yoshida iste'mol qilgan ichimlik suvi uchun to'lovni o'z vaqtida to'lamay kelgan. Ya'ni iste'molchining bugungi kungacha Sirdaryo suv ta'minoti aksiyador jamiyati billing baza tizimi 471 ming qarzdorlik borligi iste'molchiga bu haqida tushuntirishlar olib bordi, ya'ni to'lovlarni ixtiyoriy ravishda to'lash bo'yicha. Lekin iste'molchi bunga javoban xodimlarga nisbatan o'tkir tig'li jism bilan qarshilik ko'rsatdi. Yaxshiyamki shu xodimlarga hech qanday bir talafot yetmadi. Birgina mazkur harakati otaxonga qimmatga tushadigan bo'ldi, chunki u nafaqat iste'mol qilgan ichimlik suvi uchun to'lovlarni o'z vaqtida to'lamagan, balki suv hisoblagich uskunasini nazorat tamg'alarini buzgan holda o'zboshimchalik bilan almashtirgan va bu ishi bilan Sirdaryo suv ta'minotiga 700 ming so'm zarar yetkazilganligi aniqlandi. Qurilish nazorat inspeksiyasi tomonidan iste'molchiga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 160-moddasi, ya'ni jismoniy shaxslarga bazaviy hisoblash miqdori 10 barobar miqdorda 3.700 ming so'm ma'muriy jarima rasmiylashtirildi. Qayta hisob-kitob bo'yicha zarar 700 ming so'm hamda billing bazaviy tizimdagi 471 ming so'm qarzdorligini qoplab berish bo'yicha sudga material tayyorlanib, undirish ishlari amalga oshirilmoqda. Hozirda mazkur holat bo'yicha tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Shu o'rinda iste'molchilarga ichimlik suvidan qarzingizni to'lang deya eshigingizni taqillatib kelganlarni haydab solganingiz yoki ularga kuch ishlatganingiz bilan qarzdorligingiz yopib yuborilmasligini eslatib o'tamiz. Zero suvning ham o'z hisobi bor. Bu kun Mag'firat Xudoyberdiyeva, Sirdaryo.